Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa 2025-yil 29-noyabr sanasida tong saharda video rolik tayyorlayapmiz sizlar uchun do'stlar. Xudo xolasa ertamanda mana mashinalarimiz kelgan, dastlabkilarimiz xudo xolasa o'z egalariga chiroyli qilib yetkazib beriladi. Dehqon kanalimizda teleko'chatlardan mavjud, cheklanmagan miqdorda kimga qanaqa ko'chatlardan zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz do'stlar. Mana bu tomonda belli beryozda dekorativni ko'chatlardan ham hammasidan bor xudo xolasa. Do'stlar, qo'ldan kelgancha bugun sizlarga kerak ko'chatlar narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Qo'llab-qo'llab turasizlar degan bittamiz aziz do'stlar. Manzilimiz Farg'ona viloyat Quva tumani, Paxtaobod qishlog'i. Bu tomoni Farg'ona Andijon yo'li Farg'ona, bu tomoni Andijon aziz do'stlar. Xo'p. Bu tomonda akalarimiz mevali ko'chatlardan ham shaftoli, o'rik, gilos olib chiqib qo'yishgan. Do'stlar, mana garantiyali sveji ko'chatlardan. Albatta, xudo xolasa laklarni bosib, bang'alatib tursalaring. Sog'lom yo'llardan tayyorlab olamiz. Aziz do'stlar, ko'k terak O'zbekiston sort. Yoshi 1 yosh. Bo'yi 3.5 metrlar atrofida do'stlar. Optim narxlarda qo'lga tegishi 2000 so'mdan qilib berishar ekan akalarimiz. Terak ko'chatlarning yirigidan istaganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar va nomerlari pastga yozib qo'yamiz xudo xolasa, telefon nomerlarini. Xo'p, arzonroq terak ko'chat qidirgan yurtdoshlaringiz bo'lsa, ko'k terak O'zbekiston sort, bo'yi 2.5 metrlar atrofida. Narxlari 1.5 ming so'mdan qilib berishar ekan, optim narxlarida qo'lga tegishi. Do'stlar, aloqaga chiqsalaring nomerlarni qoldiramiz. Terak ko'chatlardan xudo xolasa kelishilgan holatda yetkazib beriladi do'stlar. Kerak ko'chatlarimizni bu tomonlarini ham olib ko'rsatamiz. Bundan kelgancha sizlarga yoritib borishga harakat qilamiz. Xo'p, mana ko'rishlaring mumkin. Kerak ko'chatlarimiz zakotobkaga ham tayyorlab qo'ygan, chiroyli qilib. Poliyada ham ishlar qizg'in pallada ketyapti. Do'stlar, xudo xolasa sizlar uchun harakatdamiz. Videolarga tayyorlab qo'yib borishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsalar, albatta obuna tugmachasini bosib qo'yinglar do'stlar. Videolarimizni o'z vaqtiga ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu tomonda dekorativni ko'chatlarimizdan hammasidan bor. Archa, gullar, shamshod gullar, hamma turdan bor. Mevali ko'chatlar ham ishonchli, garantiyali, sifatli ko'chatlarni olishlari mumkin. Xo'p, bu tomonda arzonroq terak ko'chat qidirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, yurtdoshlarimiz bo'lsa, puli arzonroq bo'lsin, sal kichkinaroq bo'lsa ham puli arzonroq bo'lsin, puli yengilroq bo'lsin deganlarga do'stlar ko'rishlari mumkin. Odam bo'yi 2 metrlar atrofida, 1.5-2 metrlar atrofida do'stlar. Mana bunday turganda bemalol odam bo'yi terak ko'chatlarimiz 1000 so'mdan optim narxlarda akalarimiz qilib berishar ekan. Ko'proq olaman degan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, Yashil makonga, boshqaga bo'lsa, ozgina yo'li ham bor deyishyapti. Uni kelishilgan holatda aloqaga chiqinglaring. Gaplashilaverar ekan. Xudo xolasa hozir akalarimiz endi chiqishar ekan, chiqsa yuklab bugun dastlabkilarimiz Namangan, Andijon, Gulistonga ham zakasimiz bor ekan, xudo xolasa chiqarib yuboriladi bugun o'z egalariga, xudo xolasa yetkazib yuboriladi. Olib ko'rishlaring mumkin. Bu tomonda mevali ko'chatlar, mana shaftolilar, bu tomonda olma ko'chatlari, bu tomonda gilos, mana olma, har xil turdan bexa ko'chatlarimiz. Har xil turdagi mevali daraxtlardan. Mana bu tomonda o'rik. Bu tomonda mana bodom.
Xo'p, bu tomonda ham mana o'rik ko'chatlarimiz bor ekan. Mana gilos. Baquvvat, chiroqli ko'chatlar mana bu tomonda. Olib mana. Ko'chatlarimiz ishonchli, garantiyali. Mana hali bargan to'kkani yo'q. Bu tomonda behi mana nok. Mevali ko'chatlarning barcha turidan bor. Keling, ko'chatlarimiz barcha turidan bor aziz do'stlar. Kimga videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun yangi videoroliklar qo'yib borishga harakat qilamiz. Videolarimiz xato kamchiliklar uchun albatta do'stlar uzr so'rab qolamiz.